burun hammasi uchganda bu kaptarlarchi. Men ham o'zi hammasi uchursam uchadi, endi yoshim kattaligi uchun uchirmayman endi bular orqasidan qadam qiladi. Bak. Sonra minbarda so'rayapsiz. Yaxshi minbarlarda ro'shchaga urish kerak. Agarda manaqa go'raga urib qo'yadigan bo'lsangiz o'zimiz hali qizil go'ralarga. Bu minbarlar go'ra bilan qona to'g'ri kelmaydi bular. O'zi shilurug' ekan, kishmish berib yuboradi ko'proq. Shuning uchun ro'shchaga ursangiz, ro'shcha qizil bo'ladi. Bak. Bunu sonra başlayayım mesela. Bak. Qora boshlarda ham mana shu qora bosh norm. Shuni ham ro'shchaga urish kerak. Buni ham mana shunaqa go'ralarga uradigan bo'lsangiz, bular ham ko'proq kishmish berib yuborishi mumkin. Bularni rangiga moslash kerak edi. Mana bu childi masalan, bu childi mana. Mashina bu orqa nimaga ursangiz bo'laveradi. Go'raga. Maqsading lekin chilib beradi. Bu chillarni ham moslash uchun rangiga moslaysiz. Oq ko'prog'ini, qizil ko'prog'iga uraverasiz. Masalan, qizil chil bo'lsa, shu go'ralarga ursangiz bo'laveradi. Bu minbarlarda, ko'kchalarda ularda ro'shchaga urish, qizg'ishroqqa ro'shchaga urish kerak. Bu chindiga urolmaydi, chil urug' emasda ular. Chinda tsvetnoy urug'ga kiradi, urolmaydi. Oqini ko'paytirib yuboradi. Chachala qilib, pitnislik qilib berib yuboradi. Chindiga ursangiz, paypoqlarni olib berib yuborishi mumkin. Qanotlariga olib berib yuboradi chillarni. Bu chil urug'ga faqat chil urug'ning qoni to'g'ri keladi. Boshqa urug'larning qoni to'g'ri kelmaydi. Qo'shsa bola beraveradi. Qo'shsa bola beraveradi. Qoni bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Birak bola beraveradi. Hozir ko'proq pitnislik oldi ochiq chiqib ketyapti chillarni. Shu ko'proq shinniga urilib yuborganligi uchun, qoni to'g'ri kelmagani uchun oldi ochilib ketganda chillar. Bunga chilkab burun kaptarlarimiz hammasini oldi to'ldirib bo'lgan chillar. Endi barida blesk bo'lgan burunga chillar. Svidnoda chil urib qo'yganingizda blesk bermaydi-da pariga. Hozir ko'p chillarda olib qarasangiz, rangi zo'r, chiroqli, bleski yo'q. Nimaga? Chinni urib urishib o'rganda. Rangini qarasangiz, rangi o'xshaydi ko'proq. Shuning uchun ham hozir chillarga bizda qiziqish qolmadi-da. Biz endi burungi chillarimizni ostonaviy qilishimiz kerak.
Aştepada qora to'sh bor, ko'rdingizmi? Toza qora to'sh. Mana modasi, bu modasi sal nimaroq. Norni qarayapti, norni. Mana shu nor. Ko'rdingizmi? Qora toshlar, burungi qora toshlarda shu o'zimiz bitta qizil toshlarda bo'lganda, faqat ko'kragi deyilib bo'lgan. Bırak bu işi. Biray juvonalar o'zi qizil toshli bolalari qizil ko'proq chiqadi. Sekin 1-2-3 yilda 4 yilda o'zi kaptar to'lab kaptar bo'ladi. Bo'ynidagilar ketadi ko'proq. Agar chinni urug' aralashgan bo'lsa, ketmaydi orqasiga, bo'yinning orqasiga. Toza qizil tosh bo'lsa ketadi. Var mı olacak ya? Qaysi? Bu chinni var. Ha, chinni. Akçını diye yaşıyor mu? Ne, oqchini. Dumoq. Qanotlari uchar oq, ko'kragini past oq bo'ladi. Bular gullilari bo'ladi. Mana masalan, gulli chini mana oqchinining gulligi mana buni ketyapti. Bunu bilezik var gibi. Ha? Hatta bilezik var gibi. Ha, bileski bor. Şimdi de bilezik var mı? Chinnini agar toza chinni bo'lsa, oq chinnilarda bileski bo'ladi. Bak gören var mı? Kızıl gören var mı? Nor ashuni. Aşk. Nima deydi aşkına? O'zi chiluruq go'ranoq bizlarga o'shuruq chillardan mi? Bilezik yok. Yo'q, bileski bor ularda. Sidam go'ra deb qo'yadi bizda. Katta bo'ladi, anjanda gana ya bu ha. O'sh chillar ichida kattaroq bo'ladi. Bu modasi qaysi buni? Buni modasi chilmoq tuxum deb yotibdilar yani. Yendegin modasi qaysi olacak ki? Istagin modasi o'n tepada o'tiribdi. Onu oturgan mı? Ha. Turishini uyab yoqar ekan. Ha. İçeride balası var şekilde buna. Yo'q, bitta tuxum Kızıl qo'ygan. tuttu bitti. Ash qizilgani bu jupshuv shekilli. Bitta tuxumi bor edi. Norni sizga berib yuborganimdan keyin ashona chinniga jupshuv shekilli. Oxonadagilar chiqarmaysiz mi? Bular chiqadi. Do'niz bo'ldi. Don bora geçip. O nimadan chiqdi? Yo'q, chiroyli chiqdi. Qaysi? Qizilmi? Qizil ashi nimalardan chiqdi bu? Ro'shcha juvonalar ular. Kimlardan? Ko'kchada ash boya aytdimi ko'kchani? Ash ko'kchani nimaga urganman? Ro'shchaga urganman. Ro'shchaga urganda ana qizil juvonalar chiqqan. Don sasiz hamma kallasini pastga qo'yib donga. O'tgan yilgi Qorozog'istondagi muomala. Mana. Bu yaqinda oldimi buni? Qarimi? Yo'q, qarimas. Bu yoshini aniq bilmayman hozirchi. Yoshi nechida ekan? 3 yashar bo'lsa kerak, bilmayman.
Sizdeki bugün dayar ortaya geldi. Bugün çok göstergelik geç. Su oturun sağ olun.